Ko'raman, чисто Ukraina molimiz, janovorni qaranglar turishini. Xudo xolasa egizak kutyapmiz bunisidan. Qon juda katta. Paxsata qondan kerak, bu tarafini qaranglar. Molda arminali bo'ladi, arminali. Shirokisini olaman diyorlar qo'yib qo'yasizlar. Bularni 30 ta sutga tug'dirib berishga ham kelishaveradi. 30 ta sutga. Turishini qarang. Egizak tug'ib olish ham mumkin. Ketaversa sekin, qonlari ham katta, turson taqalarni. Mana shu. Shirokisini olaman diyorlar qo'yib qo'yasizlar. Toza Ukrainki ekan molimiz. Stakan tuyoq, mol to'rsondan lapala varianti ko'ra. Bizda joyda boqsalar oyoq qo'lda unaqa muammosi yo'q. Ayollar o'ta baquvvat. Tug'ishiga 22-25 kun bo'ldi. Mana janob. Kelish bo'lsa tug'dirib ham berilaveradi. Loqaga chiqib qo'yasizlar. Hali chempion. Qonlarga qarang, janovordan. Xudo xolasa ikkita tug'ib bersa baxt tilayman. Javohirda bitta katta tug'ishi ham mumkin. Bu qonni ikki tarafi ham bir xil. Ikki tarafidan teyap qo'yasiz. Aloqaga chiqib qo'yasizlar. Narxini eshitbin. Narxiga aloqaga chiqishaveradi. Narxiga aloqaga chiqib qo'yasizlar. Klientlar ham turibdi uni. Klientlar ham ko'rib turibdi, bilmadim. Ana aka holda. Siz olib